narxini 10.000 so'mdan boshladi. Siz boshlab berdingiz azarda. Barchangizga assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Siz YouTube kanalimizda X Show'ning yana bir mavsumi, yana bir qismini tomosha qilmoqdasiz. Va tomoshabinlarimizga minnatdorchilik bildirib qolaman. Like bosib, kommentariyada izohlar yozganingiz uchun, siz qo'llab-quvvatlaganingiz uchun biz yana yulduzlarimizni chaqirdik va ushbu yulduzlarimiz bugun X Show korobkasida nimalar borligini aniqlashadi. Siz tayyormisiz? Keling unda birma-bir yulduzlar bilan tanishtirsam. MMA sohasida o'zini yaxshi ko'rsata olgan, nafaqat O'zbekiston, O'rta Osiyoda tanilgan Odilxon turibdi. Assalomu alaykum. Odilxon. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, raislar deymizmi siz tilingizda. Taklif uchun kattakon rahmat. Xudo xolasa ko'ramiz bu yog'i nima bo'lar ekan. Showimiz bilan tanishmisiz? Endi iloji yo'q ko'rmaslikda o'sha reelslari rosa ko'p chiqadi, qismlari, lekin aynan nima qilish kerak, cho'kchimi, nima hali unaqa tushunmaymiz. Ko'ramiz endi. Men tushuntirib o'taman. Ikkinchi bizni yulduzimiz Suhrob. Buni taniysizlar. Mercedes'i bor. Voy, Toshkentda bitta Mercedes'i bor. Hozir O'zbekistonga rosa bir ovoza bo'ldi. Sal qoldi, yangi yilda sho'xliklar qiladi. Okalari ham bor, okalari ham. Okalarim ham bor. Qalaysiz Suhrob? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Shukr. Hozir xo'p, X Show'ni ko'rganman. Ozgincha ma'lumotim bor X Show bo'yicha, chunki YouTube'da ham o'zim kuzataman sizni. Ashaddiy muxlisingizman. Rahmat. Xudo xolasa ko'ramiz endi. Niyat nima yutish bugun? Nima yutasiz? Men X Show'da ko'rgan ekansiz. Endi bilmadim. Eng qimmat manimcha iPhone 17 bo'lsa kerak. Xuddi shunday. Xudo xolasa yutamiz. Shunga harakat. Har doimgidek biz estafetamizdan uzoqlashmagan holda ayollarimizni ham chaqiramiz, qizlarimizni ham chaqiramiz. Shu orada internet tarmog'ida tanilgan Zamona. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Qalay? Zo'r. Ijodlar yaxshimi? Xudoga shukr, barcha. Nima qo'y, напряженныйsiz? Bolalar xafa qildimi? Sizni xafa qilish qiyin bo'lsa kerak. Ozgina. X Show'ni ko'rganmisiz? Ko'rganman. Tanishib chiqdingizmi? Ko'rganman. Albatta, agar yana savollar bo'lsa, bitta tushuntirib o'taman. Xush kelibsiz X Show'imizga. Xursand bo'ldim chaqirganingizni. Biz ham sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. 4-ishtirokchimiz Java janoblari. O'sha internetda yuzida oppoq nimasi bor edi? Nima edi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormang. Salomat bo'ling. Tuzog'misiz o'zingiz? Men qiziqyapman, mana shu maskani ichida kim bor? Maska deylik, lata desam xafa bo'lasiz. Shu maskani ichida nima borligi? Bitta ichida. Bitta ichida kim bor? 100 bor. 100 bor. 100 Ijodkor bor. Yaxshi ijodkor bor ijodkor, Java. Bu X Show yeb qo'yish show emas. Bemalol bugun raslabitsa qilib, xohlasangiz o'zbekcha gapiring. Agar fors tilida suhbat qura olasiz, fors tilida gaplashishingiz mumkin. X Show'imizga tayyormisiz? Albatta tayyorman. Qolgan ishtirokchilar tayyormisizlar? Unda biz X Show'imizni boshladik. Birinchi o'chiritda men sizlar bilan X Show'ni shartlarini aytib o'tmoqchiman. Shartlarimiz quyidagicha. Hozir hammanglarda 2 milliongacha bo'lgan pul miqdori yoninglarda bor, adashmasam. Aytilgandir. Xo'p, bu korobkalarning ichida qimmatbaho sovg'alar bor. Xohlasanglar 2 millionga birdaniga xarid qilinglar. Xohlasanglar. Agar xohishinglar bo'lmasa, men auksionda o'z narximni qo'yaman va to'raliklar kelishgan holda bitta inson o'sha narxdan ko'tarilib, shu korobkani xarid qiladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi ishtirokchilardan har bittasi bittadan korobkani xarid qila oladi. Korobkani xarid qildingiz, siz o'yindan chetlatilasiz. Tushunarlimi yoki savollar bormi? Tushunarli. Savollar bor, Xo'p, takliflar ham bor. eshitaman xo'p taklif. Endi ishtirokchilar ham o'zini taklifini berishga haqqi bor. Eshitaman siz taklif. Endi har xil holat bo'lishi mumkin. Misol uchun men bitta deylik o'zimdan misol keltiray, bitta g'alabaga to'ymasdan sirasi orqasidan keyingi g'alabani ham xohlayman. Endi odam intilgan sayin, o'zini ustida ishlagan sayin yaxshi bo'ladi. Deylik misol 2 ta, deylik 3 ta vaziyatga qarab sotib olish niyat bor. Yo'q, buni biz o'rganib chiqqanmiz. To'ralar mehmonimiz bir xil xursand bo'lib ketish kerak, lekin bu yerda 2x dan 20x gacha sovg'a bor. Buni tanlovi o'zingizlardan. Bo'ldi, savollar yo'q. Biz shu yerda to'xtalib o'tamizda, men auksionimni boshlayman. Zamonam, sizdan hozir birinchi qaysi konteynerda o'ynashimizni maslahat qilmoqchi edim. 4 ta konteyner bor.
Mana shunday. Bu. Ha. O'zim ham bilmayman-da, bolalar solib qo'yishgan. Xo'p. Podskaska kerakmi yoki kerak emasmi? Chunki podskaska, meni podskaskam sizlarni chalg'itib qo'yishi ham mumkin. Lekin to'g'ri ham bo'lishi mumkin. Kerakmi? kerak podskast. Kerakmi? kerak. 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 Zo'r bo'ladi. Kerak. Bu Java uchun juda ham kerak. Narxi 100 ming so'm bo'la qolsin. Vaqt ketdi. Odil, 100 ming berasizmi? 100 mingmi? 105 ming beramiz sizga. Beramiz, xo'p. O, MMAchilar, Odilxonning birinchi stavkasi 105 ming so'm. Suhrobjon, 150 ming. 150 ming. Sevara? Ko'taroq. Javaga kerak dedingiz, bilay. Manga nima kerak bo'lishi mumkin? Bintmi? Aha! Men tushundim. Sizlar syomkadan oldin Javani telefonini obsujdat qilganmiz-da. Hozir ichida bir balo yonyapti buni. Nech pul berasiz? 160 ming. 160 ming. Xo'p. Java. Mana uchun kerakmi o'zi rostdan? Hop, 200 ming. 200 ming. 200 ming bir. 500 ming. O, agressiv o'yin ketyapti. Odil, 500 ming bir. 500 ming ikki. 600 ming. 600 ming. Sevarada bor. 600 ming Sevara 1, 600 ming Sevara 2, 700 800 hop. siz 800 urdingiz. Yo'q, kimdir 700 800 deb. Odil dakansa aytasizmi yoki 700 ga berib yuboraymi? 800. 800. 801 Odilda. 802. 900. Ha, aytdim o bular hali o bu 2 millionga ketadi hozir bu. 900 Java 1. 900 Java 1 million. 1 million. Dam olmaysizlar. 1 million shu korobkaga Sevaradan 1 2 1 million 100. Hay, Suhrob. Xo'p. Suhrobda hozirda eng yuqori summa qo'yildi. Suhrob 1 1 million 100. Suhrob 2 200. 1 million 200. Berasizlarmi? Sevara 1 1 million 200 ga. 1 million 202. 1 million 203 sotildi. Ketdi. Bering. Sevaraga mendan. Yo'q, turing, bu yerda oxirida ochamiz. Siz 1 million 200 bering. Men ichiga solib qo'yishim kerak. Menga kerakli narsa Vay, vay. Sevaraga. Voy. Yo'q, bu qizni ichidagi intuitsiya uyg'ondi-da, boyagi. Uyg'ondi. Yoki rost gap, yoki yolg'on gap. Shu yolg'on bo'lmasa shu. Odil. Bitta korobka ketdi. 1 million 200 ga. Siz boshlab berdingiz azartda. Bo'lmasam bu 50 mingga ketishi mumkin edi. Demak, Odilni ichida azartning shaxs yashaydi. Shu uchun men bundan foydalanaman va o'zim korobkani tanlayman. Hop. Xo'p. Bu yerda qimmat sovg'a bor. Agar podskaska kerak dedinglar-ku. Meni podskaskamga ishonmanglar. Menga ergashmanglar dedi-yu. Men o'zim ketaveraman. Narxini 10 ming so'mdan boshladim. Ketdi. 500 ming. Aytdim, men foydalanaman dedim-ku. Ola qolsin. Men hali yo'q. Odil 501. Suhrob? Bilmadim. Yo'q, qo'yishingiz kerak, o'sha bitta qo'yib olasiz. 550 ming. 550. Suhrob 2. Java siz qoldingiz. Hop, 600 ming. 600 ming. Всё, Javada 600 ming, 600 ming bu sovg'a 4-chi korobka 1. 800 ming. Menimcha Odilga kerak bu qimmat sovg'a. 800 ming 1. 800 ming 2. 800 ming 3 prodana. Eng arzonga ketgan eng qimmat sovg'amiz. Videoda oxirida bilib olamiz nima degan. Naushnik. Xo'p. Naushnikni kim aytdi hozir? Naushnik deydimi? Xo'p. Java. O, Kayfiyatlar qalay? вообще четкий. Qalay, ichida bir nima bormi? Nomer 1 ekan. Qarang, 4-chi va 2-chi korobkalar o'z nihoyasiga yetib tugadi. Ha. Ular ketdi, egalari bor, mana shu yerda turibdi.
Suhrob bilan Java qoldi, lekin eslatib o'taman. Oxirida qolgan odam oxirgi korobkani avtomat 2 millionga xarid qiladi. Shart. Shart shu. Ha. Odil o'sha tushundi, prikusit qildik. Eng qimmat sovg'ani 8 mingga oldim, 1 million 200 cho'ntakda qoldi. Короче, zayebiz. balki bo'lmasligi ham mumkindir. Endi nima deydi, o'sha podpisчиклар yozgan kommentlarni boshqalari ko'rdik. Yo'q, quloq solish kerak emas degan narsalar ham bo'ldi. Endi bilmadim, endi Raisboyda odam birinchi ko'rgan odamini endi ancha paytdan beri birinchi marta ko'rishdik-ku. Birdaniga aldamasa kerak. Qani ko'ramiz. Bu yerda gap sovg'ani qiymatida emas, deylik omadda. Omad darajamiz qay darajada ekan, время покажет. Xo'p. Java suhrob tayyormisizlar? Ayyor. Unda men birinchi korobkaga yaqinlashaman. Bu har doim nomer 1. Ishonmayapti. Narxini 1 milliondan boshlayman. 1 million suhrob, 100. 1 million 100 Java. 1 million 200. 1 million 201. 1 1 million million 300. 1 million 300. 1 million 400. 1 million 400 Javaga 1. 1 million 400 Javaga 2. 1 million 400 1 Javaga million 600. 1 million 700. Baribir 2 millionga olar ekanmiz. Bir boramiz. 1 million nech pul dedingiz? 1 million 1 million 701 Java. 1 million 702 2 million. Prodana. Nimaga zvabank qilmadingiz? Prodana. Qo'shing qani? Bo'ldi, o'sha sotildi. Bering. Siz ham tayyor qiling. 2,5 million. Всё. Так. Bu sanalgan tayyor turar ekan Ha. sizni. Okalaringiz kuchli. Ikkalamizga bitta savat berilgan bari shu okamizda. Ikkinchi qoldi. Bilmaysiz. Tayyor bo'lsanglar, raspakovka chek. Birinchi navbatda zamonadan boshlamoqchiman, chunki u birinchi tanladi mashkarovkani. Hammaga qiziq, nima ekan uni ichida o'ylanib, ichida hozir bir nimalar bo'lyapti. Voy, nima bo'lyapti-ekan, voydod. Balkim uni ichida iPhone'dir. Balkim. Hozir bilib olamiz. Tayyormisiz? Babam! Qarsa chop qo'yasizlar. Qarsa chop qo'yasizlar. Zo'r. AirPods Max. Qanchaga oldingiz? 1 million nech pulga oldim? 200. 1 million 200. Yomon emas, $100 ga. Tabriklaymiz. Yomon emas. Xo'p. Ikkinchisi Odilxon. Odilxon bo'la qolsin. 800 mingga eng qimmat sovg'a bo'la. Keling oysizlar. Ko'ring ichida nima bor ekan. Yo'q. Salfetka. Gurt bo'ladi. Yo'q, mana turing, mana shu yerda turing. Tayyormisiz? Birga ko'rasiz. 1 2 3 oling. Kerak narsa. Ray-Ban Realni kerak narsa. Tabriklaymiz. eng Yo'q. lyuksi. Yaxshi kuningizni ishlating. Bu nima o'zi bu? Как Nima раз bu? kerak narsa bu. Ray-Ban ochki, Ochkimi? ochkida zapis qiladi-ku. Ha. $400 turadi-yu. Yo'q, bu anaqa oqarib qorayadigani bor-ku. Tamom 600-700 edi. Java. Sizni sizda boshqa iloji yo'q. Bo'ldi, farqi yo'q. Ya suhrobga bosaman. Bilan ochavering mayli. Fikrim o'zgardi. Nomer 1. Ularga kerak-yu. Birda ochkim kelyapti. Mayli, men izyuminkani oxiriga Javaga qoldiraman. Chalg'it ishonmayman. Chalg'it otdi. Ha, bu 2 millionga ketgan. O'sha obunachilar ko'rdi nimaligini. Sizlar ham ko'rishinglarni xohlayman. Suhrobga nima kerak bu narsa bilmadim. iPhone! Yetdimi baribir. Ko'ngil sezdi-da ko'ngil. Ko'ningizni ko'chasiga ko'tarishsin. Men aytdim, nimaga vaban qilmading deb. O'sha Tabriklayman. sotilib bo'ldi. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Endi O'zim borib ko'raymi? yo'q. Sizga Apple Watch. Voy, Normalno. gap yo'q. Normalno. Yaxshi ishlatsangiz bo'ladi. Apple Watch anaqamidi? Soatmidi? Soat. Bo'ldi. Shunaqa soat. Dushi. Tabriklayman. Rahmat. Apple Watch soatlarni taqib beradi. Oxirida ochsak bo'lar ekan. Yo'q, har doim iPhone'da oxirida ochardim-da. Bu safar qayta bitta oldin ochib ko'ray dedim. Qalay, odil emotsiyalar.
zo'r. Birinchi o'rinda men uchun endi bilmadim kimga qanaqa yaqinlarda diydori ko'rganimiz, ko'rishganimiz. Ikkinchidan o'sha har doim mediadagi odamlar faqat o'zini yo'nalishida emas, boshqa narsalarga ham, o'sha ko'rsatuvlarga ham chiqib doim ko'rinib turishi kerak, chunki bu narsa obunachilar uchun, bizni kuzatuvchilar uchun qiziq. Men mazza qildim misol uchun. Rahmat kelganingiz uchun. Yana qiziqarli ko'rsatuvlarimizda taklif qilib qolamiz. O'ylaymizki, rad javobini bermaysiz. Sog' bo'ling. Endi bitta narsa aytish kerak o'rtoqlar. Nimaga unaqa deganini juda yaxshi bilaman. Jang oldi, adashmasam o'sha Erkibo'lan bilan birinchi jang oldimi, bilmayman, Kamil bilan jang oldimi. U payt hech qachon odamning miyasiga boshqa narsaga chiqishi, даже eng yaxshi ko'rgan qizimiz bilan deymizmi, yaxshi ko'rgan insonimiz bilan deymizmi, ko'rishishga imkon bo'lmaydi. Endi Raisboy bo'lishidan oldingi biz ham endi chiqib kelayotgan paytimiz o'sha Vesagonka jarayonida taklif bo'lganda kela olmaganmiz. O'shaning uchun bitta apirkot bilan o'tib ketdilar, brat. Rahmat tashrif buyurganingiz uchun. Suhrobjon. Zo'r. Emotsiyalar vahshiy zo'r bo'ldi. Kanishda zo'r bo'ladi-da, mana qara. Kanishda zo'r bo'ladi. Ayo, bunda iPhone 17 kiryapti. Yo'q. Zo'rmi? Xursandmisizlar? Mamnunmisizlar? Sevara? Zo'r. Yoqdimi ko'rsatuv? Ha, вообще zo'r. Mamnunmisiz kelganiga tashrif buyurganingizga? Конечно. Java! Menga vashi chotki, men birinchi navbatda ko'rsatuv kelgan taklif uchun rahmat katta. Do'stim, omad tilayman. Yana dальнейшем ishlaringizga, xudo xolasa, ko'z tegmasin, chotki bo'lsin, hamma zo'r bo'lsin xullas. Rahmat sizlarga ham, xush kelibsizlar. Shu orada siz tomoshabinga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Like bosib, do'stlaringizga ham va qarindosh urug'laringizga ham tashlab qo'yishni unutmang. Va siz Telegramimizga obuna bo'ling. Kelgusi ko'rsatuvlarda obunachim bilan birgalikda, ya'ni siz bilan shu ko'rsatuvni olishim mumkin. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar.